Boshqa bir oyatda Parvardigor aytadiki: "Va qala Allohu ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Ey iymon keltirganlar, ey Alloh va Rasulini tan olganlar, musulmonman deganlar deydi Parvardigor olam. Halol pokiza narsalardan biz rizq qilib bergan sizlarga, yer yuziga chiqargan nimani halol qilgan bo'lsak, o'sha narsalardan yenglar, ichinglar deydi Parvardigor olam insonlarga qaratib, mu'minlarga, ya'ni iymon keltirganlarga xitob qilib aytayapti. Thumma ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعاث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطمعه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه إمام المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث davomida aytayaptilarki, keyin bir uzoq safarga chiqqan, haj safariga chiqqan bir kishi soch soqoli chang bo'lgan, to'zg'igan ahvoliga qarab bo'lmaydi. O'sha odam ya Rob, ey Robbim deb duo qilar ekan. Qo'lini osmonga ko'tarib, endi men haj yo'lida, umra safarida yoki Xudo yo'lida yuribman, mashaqqat chekyapman. Endi Xudo duolarimni ijobat qiladi, aytganimni Alloh beradi deb o'ylar ekan. O'sha banda qo'lini osmonga ko'tarib Allohdan so'rar ekan: ey Robbim, menga buni ber, ey Robbim buni ber, ey Robbim buni ber deb tinmasdan Allohdan so'rar ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisining davomida aytadilarki, vaholanki o'sha duo qilayotgan odamni yegani harom, kiygani harom, haromdan oziqlangan, qayerdan ham uning duosi ijobat bo'lsin deydilar. Qarang, Alloh panoh bersin.